Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, ya'ni Nurbek Media kanalining obunachilari. 17-noyabr kuni bo'ladigan kurashimizda mana solimlarini tushirgani keldim. To'liq manzili Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Dog'diq qishlog'i. Xudo xolasa 17-noyabr. 16-noyabr kuni Chiroqchi Vasqotda juda katta kurash bor. O'sha kurashdan chiqib 17-noyabrda bo'ladigan kurashimizga qo'nig'i bor. Kesalaringiz qo'nig'i bor, xudo xolasa. Hozir to'liq ma'lumotni mana shu Farhod akamizdan eshitamiz. Bosh vakolimiz Komil aka. Biz e'lon qilgandik mana 10 ta tuya, 15 ta toy, 10 ta tona deb. Hozircha kelgan, endi bugun 11-chisloda chiqaryapmiz. Sal vaqtliroq qilib 1 2 3 4 5 6 7 mana 8 ta tonasi bor. 8 ta toyi bor hozircha kelganlari. Mana 3 ta toy. Tak, bu yerda 3 ta 5 ta toy. Mana tonasi ham 6 ta tona kelgan hozircha. Lekin ko'rayotganlaringiz mana toylari katta toy. Toylarni ko'rsatib. Mana toylar katta toylar. Tuyalari ham katta tuya. Mana toylari katta toylar. Tak mana tuyalari. Tak mana so'zbatni Farhod akamizga beramiz. Endi Nurbekjon, mana biz kayvonlar mana ertangi to'y bo'layotgan Shohruxjon akamizni mana Hoji akamiz otasi sherda, buvasi kattasi, 50 kayvonlari mana birgalikda sherda bitta buvasi qilib so'z beramiz. Ertangi to'y to'g'risida bir yaxshi tilak bildiradi. Qarang Farhod aka, mana spiskada siz yozdirgansiz 10 ta tuya, 15 ta toy, 10 ta tona. Men spiskaga yozganman-da, shularda hammasi to'liq qo'yiladimi? Ertangi to'yga nasib bo'lsa 10 ta tuya deganmiz, lekin 15 ta tuya bo'ladi. Hozir bu yerdagi hammasi o'zini solimlari. Bu solimlar ertangi boyagi to'yga ham yana keladi, yana qo'shimcha keladi. Hali to'yga bir hafta bor, nasib bo'lsa biz endi ertachiroq reklama qilib tashlashimizdan maqsad polvonlarni taklif qilish. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand butun respublika bo'yicha polvonlarni hammasini taklif qilamiz. Zotlarni mana shu berilayotgan zotlarni biz faqat reklama qilib yerga olib chiqish emas. Polvonlar olsin, yiqitsin, kesin, bir kun oldin kesin. Mana qo'nig'imiz bor. Joyimiz tayyor. 16-kuni nasib bo'lsa Vasqot to'ydan chiqib polvonlarni hammasini biz Dog'diq eliga taklif qilamiz. Qo'niq beramiz, joyimiz bor. Keling Nurbekjon, mana o'zini kattasidan bitta so'z beramiz. Mana ertangi to'yda nasib bo'lsa Xudo xolasa 17-noyabrdagi to'yimizni kattasi Shohruxjonni Nirali hoji akamizni otasi. Bitta yaxshi so'z bildiring. Hurmatli aziz mehmonlar mana bizni nevaramiz o'z yaxshi niyat qilib xalqqa, elga mana shunday bir ehson beraman demoqchi ekan. Bu ehsonlarni mana ko'rib turibsizlar. Tuyasi, oti, ho'kizi, bari nasib bo'lsa polvonlarga keladigan polvonlarga omad tilaymiz. Sog' salomat kelib, sog' salomat mana shu tuya, otlarni to'lig'icha biz ehson qilamiz. Olingizlar. Bu polvonlarga atalgan narsa. Tinchgina ish qilib, yaxshigina o'tkazib berib ketsangizlar, bizlar olam yo'li chiqamiz. Bizlarni duomiz shart. Kelingizlar, bitta 17-kuni hammangiz xalqqa to'yga kelingizlar, undan keyin kurashga kelingizlar. Butun respublikada aytilgan hammasi sog' salomat kelib olib ketsangizlar, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Sizlarga omad. Rahmat hoji bor. Mana keyingi so'zni Nirali hoji akamizga beramiz. Nirali hoji akam ham vaqtida o'zining davrida juda chiroyli kurashgan. Mana O'ktam polvonni ham boshida Shohrux, ertangi mana to'yga akamiz, Jahon akamiz,
Mana Alisher ukamiz bu tomonimda. Do'stim, mana ertangiz to'yda nasib etsa, Xudo xolasa Nurali hoji akamiz ham bitta yaxshi tilak bildirsin. Assalomu alaykum. Polvonlar, muxlislar. Mana shu ertaga 17-kuni niyat qilgandik. Kurash qilamiz deb turib ko'p yillardan beri. Xudo xolasa 17-kuni shu nafaqat respublika, Tojikiston, Turkmaniston hamma joylarni taklif qilamiz. Mana zotlarni hammasi mana olib keldik, tayyor turibdi. Yana boshqa joyda ham yana bor yana. Bu hammasini yaxshi kurash qilib, kurashib, olib ketishini xohlaymiz. Nasib etsa 17-kun hammani taklif qilamiz Xudo xolasa. Ertalabki 17-kun ertalab hammani nahorga taklif qilamiz. Nahorga oshdan keyin soat 11 da mana bu sayilgohimizda bor. Yaxshi joy va kurashadigan ana shu kurashga taklif qilamiz. Butun hamma joydan, nafaqat respublika, butun Turkmaniston, Tojikiston hammasini taklif qilamiz. Zotimiz yetardi. Hammasiga yetardi. Hamma polvonlarga Xudo xolasa hammani taklif qilamiz. Rahmat. Hoji aka, so'z navbati. Hurmatli mehmonlar, bizlar shu ana Sharo ukamiz bir yaxshi niyat bilan kurash berayotgan ekan. Shu nechiyadan hammamiz bezor bo'ldik. Ko'p qismini o'rta polvonlarga qo'yamiz. O'rta polvonlarga qo'yamiz. 20 komplekt yaktaga qilib qo'yibmiz. Agar ana u yaktakdan norozi bo'ladigan 20 komplektni yaktak bor. Halol yiqitasan, olasan. Shu katta polvonlardagi o'rta polvonlarga ana qilamiz. Bakovulimiz Komil polvon, Komil aka, hoji aka u ana turib shu o'rta polvonlarga ko'p narsa, ko'p qismini qo'yamiz. Shuning uchun bemalol faqatgina yiqitasizlar, olib ketingizlar. Yaxshi niyat bilan mana ukamiz ana qilyapti, yig'ingan, mana to'y qilaman deb necha yildan beri yig'inib ana qilyapti. Shorujon, mana gapirganim. Assalomu alaykum hurmatli polvonlar. Keyingi to'yimizga 17-kuni ertalab oshga soat 10:00 da kurashimizga hammani taklif qilamiz. Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston Respublikasi hammani taklif qilamiz. Keyingi kurashimiz zo'r bo'ladi xudo xolasa. Xullas standart yaktak kiyiladi-da. 20 komplekt yaktak olib qo'yibmiz. 20 komplekt. Har xil razmerga qarab. Rahmat. Mana Nurali hoji akamiz, Uktam polvon, Jahon akam, bular hammasi o'z vaqtida chiroyli kurashgan, hamma biladi. So'z navbati Jahon akamga beramiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kurash muxlislari, ishqibozlari, polvonlar. Mana bugun do'stim Nurali hojini nabiram Shorifoyda endi oldidan bir yaxshi bir chachalab beraman degan yaxshi niyati yig'ilib turibmiz. Xudo xolasa shu 17-kuni yaxshi to'yda ertalab oshdi, keyin kurashdi, hammasini yaxshi o'tkazib, o'ynab kulib, yaxshi o'tkazib beramiz degan xizmatdamiz. Mana yigitlar, o'g'aylar hammasi, polvonlar, hurmatli muxlislar, sizlardan iltimos ertalab oshga kelingizlar. Polvonlar bir kun oldin kelsangizlar ham uni hamma sharoitimiz bor. Xudoga shukr, tayyorgarlik kelavringizlar. Uktam polvon aytganday chiqib hamma sharoitimiz bor. Kelavringizlar, ta'lif qilamiz. Nurali hoji ishini ehsonda chiroyli ehson qilaman degan nasib bo'lsa hammasi chiroyli bo'ladi. Kelingizlar, ta'lif qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli muxlislar, polvonlar. 17-noyabr kuni katta kurashimiz bor. Xudo xolasa hammani taklif qilamiz. Ertalab nahorga oshga kurashimiz zo'r bo'ladi xudo xolasa. Hamma polvonlar taklif etamiz. Rahmat. Endi nasib etsa ertangi 17-kunga to'yga bemalol kelaverasizlar. Mana biz elimiz bilan mana shu to'y kundi belgilagan kundan boshlab shu yerda mana Nurali hoji akamiznikidamiz. Kavanlar bilan, polvonlar bilan shu yerda. Bizning elimiz dodi xalqidan birorta polvon hali shu vaqtgacha norozi bo'lib ketmagan. Bundan keyin norozi qilib jo'natmaymiz. Nasib etsa Xudo xolasa 17-kuni ertalab oshga kelasizlar. Komil hoji akamiz bosh bakovul, kurash maydonimiz hamma biladi, eshitgan. Hamsha shu Dodiq elini sayilgohi Oydinko'l deyiladi. Kurashga shaqat taklif o'taverasizlar.
nasib etsa shu boshqa nima deymiz? Hamma gap aytildi. Hali salonlarimiz hali yana kelishimcha. 60 kilo mana Shohrux ukamiz niyat qilgan 60 kilo, 70 kilolik polvonni har bir reytingga qarab bittadan to'y aytiladi. Aytib, O'ktam polvon aytganday, oyog'i 10 ta tovoqqa qarab qolmaymiz, 10 ta tovoq emas, 20 tovoq bo'lsa ham to'yga yetadi, 60 kilolikka ham Pul yetadi. solimlari Pul solimlari ham mana 200 milliondan oshiqroq pul solimi bor. Bu hal nasib etsa yana to'ylar keladi, to'yanaga keladi, tiya keladi, tona keladi. Bu reklama qilayotgan hozirgi polvonlarga bu to'ylarimiz hali bu tiyalarimiz, tonalarimiz hammasi Shohrixjonni o'zini solimlari bu. Hali qo'y sarkalar boshlaydi. Hali biz qo'y sarkalari reklama qilganimiz yo'q. Ularni ham nasib etsa 2 kun oldin hali yana qayta reklama tashlaymiz. Bemalol kelaveringizlar. Hojiba ayting duoni. Ayting. Amin. Elimiz tinchsin. Respublikamizda tinchlik osmonimiz musaffo bo'lsin. Shu jamiki to'yga keladigan yigitlarni, polvonlarni hammasini sog' salomat olsin, dunyomiz tinchsin. Hammani ham shunday to'ylarga yetkazsin dunyomiz.